Bugun sizlarga London Grooming brendining yuz parvarishi haqida ma'lumot berib o'taman. Bu yuvish vositamiz tarkibida aloe vera, glikoleviy kislota va vitamin B5 mavjud. Aloe vera terini tinchlantiradi va namlaydi. Glikoleviy kislota o'lik teri hujayralarining yangilanishiga yordam beradi. Vitamin B5 bo'lsa, terining namligini saqlanishiga yordam beradi. Keyingi bosqich bu ko'mirli maskamiz. Uning tarkibida faollashtirilgan ko'mir, kaolinovая glina va bentonitovая glina mavjud. Bu ya'ni loyning har xil turlari. Aktivlashtirilgan ko'mir teridagi ifloslik va toksinlarni o'ziga tortadi. Loy komponentlari esa ortiqcha yog'ni kamaytiradi va poralarni chuqur tozalaydi. Bu maskani surib bo'lgach 12-15 daqiqa, ya'ni quriguncha kutamiz. Keyin issiq sochiq yordamida yuzdan olib tashlaymiz. Uchinchi etapimizda eng nozik hudud, ya'ni ko'z atrofiga surtiladigan gelimiz haqida aytib o'tamiz. Bu gelimiz tarkibida aloe vera, gialuronoviy kislota va argirelin mavjud. Gialuronoviy kislota terini chuqur namlaydi. Argirelin mayda ajinlarning ko'rinishini kamaytirishga yordam beradi. Aloe vera esa terini tinchlantiradi. To'rtinchi etapimizda yuzga qarishlikka qarshi zardob, ya'ni sivaratka surtamiz. Uning tarkibida har xil yog'lar va vitamin A bor. Bu komponentlar terini juda yaxshi oziqlantiradi, namlaydi va bu mahsulotimiz ham yuzdagi ajinlarning kamayishiga yordam beradi. Endi 5-chi, ya'ni yakuniy bosqich. Bu bosqichimizda yuzga namlantiruvchi krem surtamiz. Bu kremimiz tarkibida ham har xil foydali yog'lar va vitamin C mavjud. Bu krem teridagi namlikni saqlaydi va tashqi ta'sirlardan himoya qilishga yordam beradi. Vitamin C esa terini sog'lom bo'lishini ta'minlayveradi. Shu tariqa London Groomingning 5 bosqichli parvarishi yakunlandi. Ma'lumotimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.